O'zbekistonda odamlar pulni nimalarga sarflamoqda? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida yashovchi aholi oziq-ovqat va uy-joy uchun ko'proq pul ishlatadi. Xususan O'zbekistonda ham. Bu haqda Numbeo platformasi ma'lumotlarida keltirilgan. Bu mamlakatlarda xarajatlarning asosiy qismi muhim ehtiyojlar, oziq-ovqat va uy-joyga sarflanadi. Kiyim-kechak, transport, sport va o'yin-kulguga sezilarli darajada kam xarajat qilinadi. Bu mintaqadagi oilalar birinchi navbatda asosiy ehtiyojlarni qondirishga harakat qilayotganini ko'rsatadi. Tojikiston mintaqada eng ko'p oziq-ovqat xarajatlariga ega bo'lib, byudjetning 37,1% ni tashkil etadi. Bu esa oziq-ovqat xarajatlarining eng katta qismiga aylanadi. Uy-joy ijarasi 20,5%, restoranlar 15%, transport 11,1%, kommunal xizmatlar 5%. Tojikistonliklar kiyim-kechak va poyabzalga, sport va dam olishga eng kam mablag' sarflaydi. Qirg'iziston va Qozog'istonda ham xuddi shunday manzara. Oziq-ovqat va uy-joy byudjetning deyarli yarmini tashkil qiladi. Qirg'izistonda oziq-ovqat 28,5% va ijara 25,9% ni tashkil etgan bo'lsa, Qozog'istonda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 29,6 va 23,3% ni tashkil etadi. Har ikki davlatdagi restoranlarga sarflanadigan xarajatlar byudjetning 15% dan 18% gacha bo'lib, transport 10% dan 14% gacha, kommunal xizmatlar esa 5% dan oshmaydi. Turkmaniston va O'zbekistonda ham oziq-ovqat va uy xarajatlari yetakchi o'rinni egallaydi. Mos ravishda 35,1 va 30%. Biroq Turkmanistonda kommunal to'lovlar ulushi ko'proq. O'zbekistonda esa sport va hordiq chiqarishga sarflangan xarajatlar ulushi ko'proq. Bu Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan solishtirganda xarajatlar tarkibi o'xshashligicha qolmoqda. Rossiyada oziq-ovqat 29%, ijara 21,8%, restoranlar 17,6%. Belarusda bu ulushlar mos ravishda 29,3, 22,9 va 19,2% ni tashkil qiladi. Ozarbayjon va Armanistonda asosiy xarajatlar oziq-ovqat, ijara va restoranlar uchun bo'lib qolmoqda. Birgalikda ular oilaviy byudjetning 60% dan ortig'ini tashkil qiladi.